kim sovet davrida yuvelirniy magazindan taqinchoq sotib olib uni baholashga yoki otsenkaga olib borgan? Tak, hech kim olib bormagan, chunki yuvelirniy zavod sotuvga chiqarishdan oldin ularni har birini detalini texnik nazorat bo'limi va byuro tekshirgan. Hech qanaqa baholash yo'q, faqat sifatiga ishonch bo'lgan. Yana SSSR davrida taqinchoqlarga faqat yakutskiy sifatli brilliant o'rnatilgan. Yakutskiy brilliantlarning kesmasi, ya'ni ogrankasi hozirda ham dunyo bo'ylab oldingi o'rinlarda turadi. 1920-yildan boshlab sovet davridagi zavodlarda yasalgan taqinchoqlar esa hozirga kelib antikvariatga aylanish natijasida bahosi dunyo bo'ylab oshib bormoqda. Agar sizlarga SSSR davridagi taqinchoqlar qiziqtirsa va shu to'g'risida ma'lumot yoki sotib olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga telefon qiling azizlarim.